Assalomu alaykum. Bolaning ko'pi yaxshimi, yo'g'imi? Ushbu savolga javob topish uchun Germaniyada 18 yoshdan 100 yoshgacha bo'lgan 24 ming nafar ishtirokchida so'rovnoma o'tkazilgan. Ishtirokchilar 5 ta guruhga ajratilgan. Birinchisi idealdagi farzandlar soniga ega bo'lganlar, ikkinchisi farzandi bor, ammo ideal soniga hali yetmagan, uchinchisi farzandlar soni orzusidagi sondan oshib ketganlar, to'rtinchisi ixtiyorsiz tarzda farzandi yo'q bo'lganlar va beshinchisi o'z ixtiyori bilan befarzand bo'lgan insonlar. Endi kimlar o'ynaymiz? Bizdagi komanda yana qayerda bor? Menimcha negerlarda bo'lsa kerak. Negerlar ham serfarzand xalq. Tahlillarga ko'ra, eng baxtsiz insonlar farzandi o'z idealdagi sondan ko'p bo'lganlar ekanligi aniqlangan. Bu toifadagi insonlarda o'z hayotidan, oilasidan qoniqish darajasi boshqalarga nisbatan pastroq. Bundan tashqari, o'z hissiyotlarini nazorat qilish darajasi ham ancha past bo'lishi aniqlangan. Xomush ko'rinish? So'rama. Plan bo'lsa bajarildi, oyliklar oshdi, hamma narsa bor. Lekin baxt yo'q. Sizchi bu tadqiqot haqida nima deb o'ylaysiz? Farzandi yo'qlar haqiqatdan ham farzandi ko'plardan baxtliroqmi?